Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar? Bugun qishloqqa kelganimiz ikkinchi kuni. Mazza qilyapmiz qishloqda. Sizlarga hozir bir qishloqchasiga vibe ko'rsataman. Mana buni qaranglar. Judayam ko'p solgan, shunaqa ko'p solgan, shoxlari egilib ketgan. Mana qaranglar. Endi bunday qilamiz. Hozir bunday qilib olib buni. Uy. Ketdi qo'limda. Bu yoqda krandan suv ochib turib shunaqa yetilib pishgan. Mazasi ham shunaqa zo'r ekan, shirin.